O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 4-sentyabrdagi qishloq xo'jaligi sohasida qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq 2026-yil 1-yanvardan qishloq xo'jaligi sohasida qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning soddalashtirilgan tartibi joriy etildi. Mazkur farmon avvalo fermer va dehqon xo'jaliklari hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar uchun soliq yukini kamaytirishga qaratilgan. Yangi tartib orqali soliq hisoboti va ma'murchiligi yanada yengillashadi. Hisob-kitoblar shaffof va tushunarli bo'ladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishda QQS 0% bo'ldi. Paxta va g'alla bundan mustasno. Kimlarga ushbu imtiyoz beriladi? Agar siz qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtirsangiz, uni o'zingiz qayta ishlasangiz, daromadingizning kamida 80% ushbu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini realizatsiya qilishdan kelsa va yer maydoningiz bo'lsa, siz avtomatik tarzda ushbu imtiyozdan foydalanasiz. Ya'ni siz elektron hisobot va faktura shakllantirsangiz, 0% QQS avtomatik qo'llanadi. Demak, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi fermer va dehqon xo'jaliklari kamroq soliq to'laydi hamda ko'proq daromad oladi. Qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashdagi soddalashtirish ishlab chiqaruvchilarning vaqt va xarajatlarini tejashga, shuningdek ularning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu esa qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini oshirish va ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Farmon doirasida shuningdek sohaga investitsiyalarni jalb etish, qayta ishlash korxonalarini rivojlantirish hamda eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan. Mazkur islohotlar natijasida qishloq joylarda tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholi daromadlarini oshirish kutilyapti. Prezident farmoni qishloq xo'jaligi sohasida zamonaviy bozor mexanizmlarini joriy etish, fermer va ishlab chiqaruvchilar uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish yo'lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.